Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari, hurmatli obunachilar. Demak, bugun sizlar bilan menga qanaqa qilib yoki meni jamoam birga ishlayotgan hozirgi jamoamga qanaqa qilib murojaat qilishni tushuntirib o'taman. Mamnuniyat bilan shuni aytmoqchi edimki, hozir men bitta advokatlik firmasi bilan birga ishlashni davom ettiryapman. Oldin byuro ishlab bitta o'zim ishlayotgandim, lekin afsuski bitta o'zim ozgina charchab qolyapman. O'shaning uchun men o'zimni ustozlarim bilan birgalikda, demak, bu yerda mendan ham kuchliroq bo'lgan ustozlarim bor, ular bilan birgalikda hozir ishni davom ettiryapmiz va men Clio advokatlik firmasiga, demak, ishga kirdim va bizga, ya'ni Clio advokatlik firmasiga siz turli muammolar bilan, iltimos jiddiyroq bo'lgan, demak, chet el investitsiyalari va korporativ nizolar bilan bog'liq bo'lgan yoki turli shu jiddiy jinoyatlar bilan bog'liq bo'lgan muammolar bilan bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Menga, demak, kanalimga, shu YouTube kanalimga ko'pchilik yozadi. Siz bilan qanaqa bog'lansak bo'ladi, muammolarimizni qanaqa hal qilsak bo'ladi va aksariyat videolarimdan kelib chiqib bu mayda-mayda, demak, turli savollar bo'ladi. Men har bittanglar bilan fiziki, ya'ni jismoniy ulgura olmayapman har bitta savollarni ko'rib chiqishga va vaqt ajrata olmayapman. Buning uchun men, demak, Telegram kanal yaratganman va o'ta Telegram gruppa bor. U gruppada, demak, 15 dan ortiq advokatlar bor va sizga tekinga turli kichkina savollaringizga javob berishib borishmoqda. Hozircha kanalimda 1000 tadan oshib ketdi. Bir 200 ga yaqin gruppamda savol beradiganlar bor. Qo'limizdan kelgancha javob beramiz. Endi men bitta narsa aytmoqchi edim. O'zimizning, demak, advokat, hozir men ishlayotgan advokatlik firmasini saytini ko'rsatmoqchi edim. Menga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, demak, saytga kirishingizga to'g'ri keladi. Bu clio.uz. Mana web brauzerni ochasizlar. Clio Legal deb yozsanglar, Clio Legal chiqadi. Umuman o'zi Clio deb yozsanglar ham chiqadi va brauzerdan qidirsanglar clio.uz. Advokatskiy firma. Kirasizlar. Bu yerda ruscha chiqadi. Demak, o'zbekchaga o'girsanglar bo'ladi va bemalol bu saytni ochib olib turib, ichida biz nima bilan shug'ullanamiz, qanaqa ishlarni ko'rganmiz, kim bilan biz, demak, ishlarni ko'rib, kimlar bilan biza nima bo'ladi, hamkorlikda ishlaymiz, shularni hammasini ko'rsanglar bo'ladi va asosiy oynada, demak, so'rov yuboring degan joy bor. Bu so'rov yuboringga bosasiz va siz so'rov yuborishingiz mumkin. Ismingizni yozasiz, telefon nomerini yozasiz, sizning tilaklaringiz yoki sizni so'raydigan narsalaringiz yozasiz va mana bu yerga galochkani bosasiz, yuborish bo'ldi. Siz bilan biz, agar bizga to'g'ri keladigan bo'lsa yoki savollar shu murakkabligiga qarab turib, sizga albatta bog'lanishga harakat qilamiz. Va bu sayt orqali siz, demak, qanaqa qilib biz bilan bog'lanish, qayerda joylashganimiz, kontaktlar hammasini, demak, ko'rib chiqishingiz mumkin. Bu albatta tekin emas. Chunki afsuski bizga hech kim biz tekinga xizmat ko'rsatganimiz uchun oylik to'lamaydi. Biz, demak, o'sha aholiga ko'rsatgan xizmatlarimiz evaziga olgan pul uchun biz oylik olamiz. Shundan kelib chiqib turib, demak, bizda har bitta ko'riladigan ishni alohida agar ko'rib gaplashadigan bo'lsak, albatta bu pulli bo'ladi. Ya'ni sizga kattaroq yozib ko'rsatmoqchi edim. Demak, bizga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilish uchun agar pulli konsultatsiya kerak bo'ladigan bo'lsa, siz brauzerdan, demak, clio.uz saytiga kirasiz va u saytda bemalol tanishib turib, www deb qo'ying. Bemalol kirib tanishib, bizning xizmatlar bilan va murojaat qilishingiz mumkin. Endi agar siz tekinga
tekinga olmoqchi bo'lsangiz, qanaqangidir maslahat yoki boshqa narsa, Telegramga kirasiz. Telegramga kirib legal mana ham legal team degan kanalga a'zo bo'lasiz. Sabachka mana bu yerda. Telegramga kirasiz, legal team degan legal team uz ekan. Uz legal team uzga kirasiz, kanalga obuna bo'lib qo'ying. O'tda kanalda har bitta demak chiqayotgan maqolaning tagida demak kommentariy degan yozuv bor. Kommentariyaga bosasiz va siz guruhga qo'shilasiz. Guruhda siz demak turli mayda savollaringizni berishingiz mumkin, muammolaringizni aytishingiz mumkin. O'tda bir 15 tacha advokat bor. Ular sizga pro bono tizimida tekinga savollaringizga javob beradi. Agar muammolaringiz bo'ladigan bo'lsa, u advokatlarga lichkaga chiqib turib bog'lansangiz ham bo'ladi. Shunaqa xizmatlarni yo'lga qo'yganmiz. Shuni sizlarga yetkazib qo'ymoqchi edim. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing va do'stlaringizga ulashib qo'ying. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.